Keyin kecha ko'pchilik qoshimni so'rashibdi. Nima qilasiz? Nimadir qildirganmisiz bir nima deb qizlaman qoshimni har kuni tenda bo'yayman. Erinmasdan fiksatorda oldin qotirib olib, keyin bo'yayman. Keyin bitta qiz pomadangizni ko'rsating debdi. Kecha men buni yengga oldim. L'Oreal bir balo bu. Brendlarni tushunmayman ish qilib. Kosmetika magazinidan oldim. Necha pulga olganim esimda yo'q, chunki bitta vaqtda ko'p narsa olgan edim. Bu nejniy struktura yaxshi ko'raman o'zi, prosta kontur surib, keyin mana bunaqa oddiy bleskli surib olaman-da, neobычный nimadir bo'lib qoladi keyin. O'sha surgandan keyin shunaqa bo'lib qoladi. Masalan, bugun ham xuddi shunaqa qilganman. Prosta yosh, chiroyli ko'rinish xohlasanglar, bo'rttirib yormasdan, nejniyroq, kamroq narsa surishga harakat qilinglar. To'g'ri, kosmetikalar hozir foydali. Bo'yansam chiroyli ko'rinaman deyshadi, lekin tabiiy chiroyga yetadigani yo'q. O'shaning uchun shunaqa narsalarni esdan chiqarmanglar.